Assalomu alaykum. Bu katalog приложениесі qog'ozdagi katalogni va PDFlarni birlashtirib ilovaga noldan g'oya qilib ishlab chiqilgan. Muammo shunda ediki, 5 ta PDF katalogni ochib do'konda planshet orqali ko'rsatishga to'g'ri kelardi savdo agentlari. Ancha vaqt olardi. Hamma katalogdagi PDFdagi rasmlarni olib, shunaqa katalog tuzib chiqdim noldan. Bu qanaqa yordam beradi, yechim beradi? Misol uchun, tepada kategoriya bor. Kategoriya pastga scroll bo'ladi. Scroll bo'lganda mahsulotlarni rasmini ko'rsa bo'ladi. Keyin agar brend ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'ngga sursa yana mahsulotlar chiqadi. Mahsulotlarni yana pastga tushirib scroll qiladi. Strelka bilan bittada tepaga chiqadi. Keyin shunaqa qilib o'ngga pastga tushirib ko'rib chiqiladi. Ko'rayotgan odamga sal tushuntirib qo'yilsa bo'ldi, o'zi tushunib oladi. Tepada indikatorcha bor. Qayerda scroll bo'layotganini ko'rsatib turadi. Keyin bundan tashqari kategoriyalarni almashtirish bor. Misol uchun qaysidir kategoriyani boshiga olmoqchisiz, o'sha boshiga surib qo'yasiz. Keyin qaysidir kategoriyani yo'qotmoqchisiz, ko'rinmaydigan qilib OK bosamiz va ko'rinmay qoladi. Mana hozir bittasini qoldiramiz yoki 4 tasini qoldiramiz. Mana 4 tasi qoldi. Bu yerdan fikr yuborishingiz mumkin. Qanaqadir o'zgarish yoki kamchilik sezsangiz, xudo xolasa hozir buni ishlatishyapti. Juda tez ishlaydi. Ayniqsa planshetlarda juda zo'r ko'rinadi. Ko'rsatganda ham tezda ko'rib chiqish mumkin. Keyin yana ichiga kirganda rasmni kattalashtirib ko'rish ham mumkin. Xohlagan joyini. Mana hozir mana bu joyda mana kattalashtirib ko'rgan joylari bor. Bemalol kattalashtirib, yaqinlashtirib ko'rish mumkin. X bilan chiqib ketiladi.